Endi pechenniemizni boshlaymiz. Buning uchun men 150 gram margarin oldim. Ozgina yumshatib olasizlar margarinni. Ustiga 80 gram qand tupasi solamiz. Qand tupasini albatta elib olamiz. Aralashtirib olamiz. Endi bunga bir dona tuxumni solamiz. Albatta aralashtiramiz. 200 gram elangan un solamiz. Endi 30 gram kakaoni elab solamiz. Endi 1 choy qoshiq razrıhlichil solamiz. Buni ustiga 2 choy qoshiqda mana shu pasta solamiz. Asya mazasi yaxshi bo'ladi. Qanaqa pasta deganlarga mana kunjutli, bodomli deganim, pista bodomli pasta. Endi yaxshilab qo'limizda xamir qorib olamiz. Xamirimizni qorib oldik-ku, choqqina shunaqa xamir bo'ladi. Endi ichiga nachinkasini tayyorlaymiz. İçiga nachinkasiga 100 gram kakao solamiz, strushkasini. 150 gram shunga qo'shib aralashtiramiz. Endi aralashtirib oldik. Bundan mana shunaqa kichkina yong'oqdek sharikchalar yasab olamiz. Hammasini mana shunaqa qilib yasab olamiz. Tayyor bo'ldi, yasab oldik. Endi pechennilar yasaymiz. Mana 14 ta bo'lakka bo'lib oldim hammasini. 14 ta kakao strushkali nachinkamiz. Buni ichiga solamiz. Yaxshilab yasab olamiz mana. Qaranglar, keyin ozgina bosib qo'yamiz yapaloqlar. Tayyor bo'ldi. 15 ta chiqdi shu masallig'imizdan. Endi 180 gradusga 15 daqiqaga duxovkaga qo'yamiz. 15 daqiqada pishib chiqadi. Pechennilarimiz pishdi, juda ham zo'r pishdi. Voy, mana qaranglar. Mana qaranglar, yumshoqlikdan uvoqlanib ham ketdi. Hozir yeb ko'ramiz mana shu uvoqlangan. Qani bismillah. Alhamdulillah. Gapirishga til ojiz. Mana ustiga ozgina qand tupasi sepsanglar mana zo'r bo'ladi. Hozir sepib ko'ramiz bilan. Ozginadan pudra sepib ko'ramiz. Ana, bu ham tayyor.